Bu elektrolit. Bu yerda turgan buzoqlarga beriladi. Sababi bu yerdagi buzoqlarimiz oldin tabiiy sut ichishgan. Hozir suxoy molekoga o'tkazilyapti. Bularga endi quruq sut tayyorlab beriladi. Bularni hozir to'g'ridan-to'g'ri tabiiy sutdan quruq sutga o'tkazishdan oldin qilinadigan bitta ikkita ishlar bor. Hozir mana shu elektrolit berilyapti. Alvalit Pro sostavida glyukoza, tuz, soda, kaliy xlor, probiotik, vitamin, minerallar va aromazatorlar qo'shilgan. Buzoqlarga diareyasini oldin olishda, davolashda ishlatiladigan parasol hisoblanadi. Buzoqlarning yeydigan ozuqasi Mustang Calvavet Lux buzoqlar uchun ishlab chiqarilgan maxsus kambik o'rinlarini yeyishadi. Har bittasini oldida ozuqasi suv turadi. Buzoqlarning maxsus kambik o'rini Calvavet Lux. Uni ichi mana shunaqangi holatda bo'ladi. Sizning ham fermer xo'jaligingizda buzoqlar uchun maxsus yem, suxoy moloko kerak bo'lsa, pastda nomerimizni qo'yib ketamiz. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Fermangizga borib, buzoq boqish texnologiyalarini yo'lga qo'yib beramiz. Bunaqangi katta fermalarni ishonchini oqlash oson emas. Natijamiz bo'lyaptiki, mahsulotlarimizni bir necha yildan beri ishlatib kelishyapti.